Bugun sizlar bilan 2026 Chevrolet Matiz modeli haqida batafsil sharh qilamiz va uning yangi dizayni, texnik imkoniyatlari hamda kundalik foydalanish uchun qanday qulayliklar taqdim etishini ko'rib chiqamiz. Matiz har doim ixcham olchami va tejamkorligi bilan mashhur bo'lgan va 2026 yilgi talqin ham shu an'anani zamonaviy yechimlar bilan davom ettiradi. Tashqi ko'rinishda yumaloq chiziqlar o'rnini aniq va silliq konturlar egallagan, old panjarasi va LED faralari esa avtomobilga yoshlarbob va zamonaviy ko'rinish beradi. Shahar sharoitida harakatlanish uchun qulay bo'lgan qisqa gildirak bazasi va yengil kuzov avtomobilni tor ko'chalarda ham oson boshqarishga yordam beradi. Salon qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Matiz ichki makoni avvalgiga nisbatan ancha keng va qulay bo'lib, ergonomik o'rindiqlar uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytiradi. Markaziy konsolda sensorli multimedia ekran joylashgan bo'lib, u orqali navigatsiya, musiqa va telefon bilan ulanish imkoniyatlari mavjud. Rul boshqaruvi ustidagi tugmalar haydovchiga e'tiborini yo'ldan chalg'itmasdan asosiy funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Xavfsizlik borasida ham yangilanishlar bor, jumladan tormoz yordamchilari, barqarorlik nazorati va bir nechta havo yostiqlari kundalik haydashda ishonchni oshiradi. Texnik ko'rsatkichlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Matiz tejamkor dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, yoqilg'i sarfi minimal darajada saqlangan. Bu ayniqsa shahar ichida ko'p qatnaydigan haydovchilar uchun muhim hisoblanadi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari taklif etilishi esa har bir foydalanuvchining didiga mos tanlov qilishiga imkon beradi. Osma tizimi yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi va harakat paytida barqarorlikni ta'minlaydi. Kichik dvigatel hajmiga qaramay, avtomobil tezlanishi silliq va yetarli darajada faol. Bundan tashqari 2026 yilgi modelda ekologik talablar ham hisobga olingan. Chiqindi gazlar miqdori kamaytirilgan va dvigatel samaradorligi oshirilgan.